Hürmetli vatandaş bugün Çislağa 2022 yıl 7. ayının 6. gün. Endi özümüzden vaziyeti doğrusu toxtulaylı vatandaş. Özümüzden vaziyeti degende Cüngü münasibetlik dünyanın vaziyeti, dünya münasibetlik Cüngü'nün vaziyeti. Muşu vaziyet içinde Uygur meselesi mevcut. Şuna özümüzden vaziyeti de batayımız hürmetli vatandaş. Yakında anlasak, arlıqda şundaq bir gap bolup ödürey, Xi Jinping qaçanda bir vaxt Amerika Qo'shma Shtatları davlatiga va'da berganmi yoki savdo kelishimida shundaq imzolandimi bu tarafga ma'taza qarang'u. G'ilpalli o'tib ketib qolgan edi bu xabar. Amerika Boeing şirketidan 300 dona aeroplan sotib olish, yo'lovchilar aeroplani sotib olishni Cüngü hukumati qaror qilgan, shunda anglagan edim men. Hazırgıça bu aeroplan setip elindimi, elinmedimi xabarim yok. Bırak tuyuqsuzlukni günlerden başlap hazır Cüngü hükümeti boşluqdaki avtobus deydigan Avrupa'nın, mesela asaslığı Fransa'nın aeroplan işlep çıkarış zavodları diye savdigarlardan 299 tane aeroplan setip almakçı bolupdu degan gap xabar mi keldi atigacha. Sizlarga uni leksiya qilib yetkazamiz. Mushu arlıqda Xitoy hukumati yana nima o'yin o'ynayotdi buni bilgili olmaydi. Hozir endi Amerika Ovoz radiosida bir mavzu turdi. Prezident Joe Biden Cüngü'ga tamojni beja qo'yish masalasini o'ylashadigan va yoki bo'shatadigan bir vaqtga yetib keldi debdi Amerika Ovozida. Yana bir xabarda aytilishicha Amerikada siyosat sohasidagilar va ishlab chiqarish sanoat sohasidagilar Aqsaraga bir parcha xat yozib, Cüngü'ga qo'yilgan tamojni bejini bekor qilmaslik va shuning uchun Amerikada Amerika ishchilarining huquq manfaatlarini qo'g'dash to'g'risida Prezident Joe Biden hukumati xat yozgan emish. Bunu mu Allah halası atiga sizlar bilan ko'rishimiz, leksiya qilib so'zlaymiz vatandoshlar. İşlami şu, iqtisod sohasidagi işlami şu. Endi Amerika Qo'shma Shtatları Prezident Joe Biden hukumati Cüngü'ga qo'yilgan tamojni bejini. Masalan, sobiq Prezident Trump davrida qo'yilgan tamojni bejini. Asli kelishim bo'yicha bu yil 7 oyda bu vaqt to'shidi. Qoida bo'yicha to'shidi Prezident Trump bilan Cüngü o'rtasida tuzilgan bu kelishim Prezident Biden davrida 7 oyda vaqt to'shidi degan bir xabarni ko'rdim. Mushundaq ahvol ostida anani keltirayotgan foydasiyan masalasini aytganda hozir Amerikada pul pahalılığı ko'rildi. Shunlashqim iqtisodning mushu darajaga yetib kelishidan qutulish uchun yoki azaytish uchun Prezident Joe Biden hukumati Cüngü'ga qo'yilayotgan bojni kechirim qilish yoki elib yetish degandek mushunda siyosatni o'tirg'i chiqaramdi degan so'zlarni o'tirg'i chiqdi. Men bu masalaga ta'limi bunda oddiy darajada masalan pul pahalılığı sababli tamojni beji, pul bekor qilish, pul pahalılığı sababli tamojni beji qayta ko'paytirish degan bu masalalarni hozir tushunmayman vatandoshim. Yani bunun kayında nemi siyasi işler bo'ladi bunu mu bilgili olmaydi? Muşu hafta içinde hazır Amerika Qo'shma Shtatlarning davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan Cumhur Xalq Jamhuriyatining tashqi ishlar ministri Wang Yi bir suhbat uyushtirdi ekan. U hozir muşu hafta içinde dedi e'lon qilinib bo'ldi. Söhbetning mazmuni nima bu to'g'rida hech qanday gap yo'q. Buni ma atog'in ko'ramiz, leksiya shaklida o'tiramiz ko'ramiz vatandoshlar. Hozirgi iqtisodiy munosabatlarning siyosiy munosabatga berib yetishi, davlatlararo siyosiy munosabatlarning iqtisodiy masalalarga berib yetishi. Biz tunugunlardan dedik, Cüngü iqtisodi allaqachon
tügeçti degan xulosadan chiqadi. Qanday Xitoy obzorchilarining so'zlaridan naql elib degidek. Chunki Jungoda iqtisod desa faqat birla. Jungo bu siyosiy hokimiyatda qo'llab turgan narsa birla. Uy, imorat, tijorat, ya'ni uy, imorat, tijorat, ya'ni kasbiylashgan mulkchilik siyosati yoki tijorati bu Jungoda davlatni tutib turayotgan birdan-bir iqtisod yoki moliyaning kelish manbai. Tashqi savdo munosabatlarimi ham bu yenik sanoatga, ya'ni ba'zi texnikalik sanoat mahsulotlarga bog'liq holda Amerika va boshqa Yevropa ittifoqi davlatlari bilan elib boradigan savdo munosabatlari edi vatandosh. Endi bu shu tariqada bo'ladi deyli. Hozir davlatlar o'rtasida bu ishlar bo'lib turdi deyli. Mayli pul pahallığı deyli, mayli Jungo iqtisodiy krizis jarayoni kirib qoldi deyli. Qarab turibli uni birdan yarg'i ishtirib etish bu mumkin emas. 1 milliard nüfusi va bir davlatni qarab turib iqtisod masalasi tufayli uni gumron qilib etishni buni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat axloqi qabul qilolmaydi vatandosh. Her ne bo'lsa o'z yo'li bilan, savdo yo'li bilan, diplomatiya yo'li bilan, cho'ng savdo, mesela kelishim yoki avvalilik zakaz qilish degandek. Bu ishlar faqat shu doirada bo'lgan ish. Endi buni shu hozir ikki masalani sizlarga tashlab qo'ydim. Uni oldimizda ko'ramiz. Bugun endi Umid Sadosi torbiti YouTube, ya'ni video film ishlaydigan torbiti 7-oyning 6-kuni Tayvanlik bir nafar yozuvchi Pancho degan odamni ziyoratga taklif qildi yoki nutq so'zlashga taklif qildi. Shu odamning so'zlagan nutqi turginki bizning sizlarga so'zlagan nutqimizning mazmuni bilan o'xshash. Masalan, turgan Johnson nim dedi, men ishonmayman. 20-qurultaydan keyin Jungoda o'zil-kesil demokratiyalashtirishni yo'lga qo'ydi degan so'zga ishonmayman deb xulosa chiqadi Johnson. Lekin Xi Jinping guruhi mushundaq shamolni, mushundaq signalni tarqatdi dedi. Men andan tunugun so'zlagan muhokama vaziyat va muhokama taqrizimda mushundaq dedim. Jungo partiyasi nima qilaman, buni qilaman, buni qilmayman, qilaman degan vaqtida so'zlagan so'zlarining hech nimasiga ishonmayman dedi. Bu ko'z qarashimda turaman vatandoshim. Men shu ko'z qarashim turish bilan birga buni jahonning vaziyatiga to'g'rilab turib, shuni shart qilib turib so'zladim. Demak, shu bo'g'inim xalqaro besim oldida rost so'zlamsa, yolg'on so'zlamsa, ikkinchi gap xalqaro besim bir masala to'g'risida talab qo'yib, shu talab asosida besim ishlatgan ekan, sen buning chiqim javob berasan degan. Bir nima deyishing kerak? Xalqaro vaziyat deganimiz shu. Davlatlar o'rtasida diplomatik munosabat deganimiz shu. Xalqaroda hozir umumiy tema, bosh tema bo'layotgan kishilik huquq. Bizdek mazlum millatlarga, mahkum millatlarga, bechora millatlarga nisbatan xalqaro jamiyat tutqoq qilib tutib turib diqqat qilgan kishilik huquq masalasi bor. Bu cho'ng davlatlar o'rtasida hozirgi so'zlanib keldi. So'zlanyapti. Bu balki qachon hal bo'lib, shu millatlar rozi bo'lguncha davomlashishi mumkin. Endi bilgan bu yozuvchi yoki ziyoli Tayvanlik Pancho nima deydi? Mana diqqat qiling vatandoshlar. Xi Jinping Jungo partiyasi parchalanishning musofasini tezlatdi. İnsaniyatning mustabidizmni va mustabidizmlik siyosiy tuzumni bilishi va tonishini to'liqladi. Ya'ni Rais Xi Jinping to'liqladi. G'arb dunyosining Ikkinchi dunyo urushidan keyin Amerika qurib chiqqan dunyo tartibining yetarsizliklarini o'ylanishni ilgari surdi Xi Jinping. Xi Jinping ismi jismiga loyiq hammani tizlashtirguchi ustoz bo'lib qoldi. Yani Jungo partiyasining yemirilishini, hatto davlatning parchalanishini tizlashtirguchi ustoz bo'lib qoldi Xi Jinping.
Növbəti çünki Kompartiyasının 20-ci qurultayı yaqinlab keldi. Açılış murosimi yaqinlab keldi. Xi Jinpingni himoya qilguvchilar bilan Xi Jinpingga qarshi turguvchilar o'rtasida kurash shiddatli elishish bosqichiga kirdi. Xi Jinpingning eng yaxshi oqibati echinishli holda g'alaba qilish. Ya'ni 20-qurultayda sekretar bo'lib saylanish. Bu Xi Jinpingning echinishli holda g'alaba qilishi. Yani kurash keskin, şiddetlik. Muşundaq ahval ostida g'alaba qilsa biz buni echinishli holda g'alaba qilish edi. Echinishli holda g'alaba qilish edi. Qayta saylangandan keyin partiya sekretari bo'lib, Chunki Kompartiyasini 2012-yil 18-qurultaydan burunqi Wen Jiabao, shu vaqtdagi sobiq vazir Wen Jiabao ko'rsatgandek partiya halok bo'lish, davlat halok bo'lish muhitiga elib kirish. Xi Jinpingning qiladigan ishi saylanib bo'lgandan keyin nima deydi? Partiya halok bo'lish, partiyani halok bo'lish muhitiga davlatni halok bo'lish yoki parchalanish muhitiga elib kirishdan iborat. Albatta Xi Jinping balki oxirgi vaziyatga bardoshlik bera olmaydi. Belki Xi Jinping yana belki ustiga belki oxirgacha bardoshlik bera olmaydi. Umid sadosi YouTube 7-ayning 6-kuni Tayvanlik yozuvchi Pancho Tunugun undaq tahlil qildik. Bugun endi bundaq tahlil qildik. Muşundaq eş vatandaşım, bugun yana Johnson Jacob'da nima deydi hozir? Li Keqiang bilan Rais Xi Jinping o'tirisida kuchlar yoki vakillik qilgan kuchlar o'tirisida shiddatli kurash boshlandi deydi. Buning deydi, yana Chinmerdan bir odamni 40-52 yoshli bir kishini Rais Xi Jinpingning odami ekan, Xebeiga Gong'antin jamoat xavfsizligi nazoratiga nozir qilib tayinlab bir hafta o'tmaydigideklar. Bu odam tuyuqsizlik qazo qilgan gap. O'lib ketgan gap. Buni nima ekanligini kishilar tushunmadi. Sabab Xebei o'lkasining Tangshan degan yerida yaqinda oshxonada tamoq yeyotgan 3-4 nafar ayol kishini, ya'ni shu oshxonada tamoq yeyotgan 7-8 nafar er kishi avval nima dedi, nima deyishdi, hech qanday bir jidal majra sabab bo'lgan ish yo'q. Bu 4 nafar ayol kishini urib yaralandi olgan. Hozir bu ayollarning hayot ekanligi yoki doktorxona ekanligi to'g'risida hech qanday xabar yo'q. Tangshan degan yerda yuz bergan ish. Hozir mushu delo to'g'risi jamiyatning inkosi intayin eg'ir. Xebei o'lkasida intayin eg'ir, butun Jungo mamlakatida intayin eg'ir. Bu besimga bardoshlik bera olmagan Xebei o'lkasi jamoat xavfsizlik idorasining nazoratining noziri bo'lgan odam tuyuqsizlik bir hat ichida yangidan tayinlanib bir hat ichida o'lib ketish deganni hozir Johnson bugun nima dedi? Uçuk oshkor dediki, bu odam Rais Xi Jinpingning odami edi. Bunun o'lib ketishini Xi Jinping o'rinlashtirdimi? Yani hozir bidayxada yig'in echilayotganda, ikki guruh o'rtasida kurash shuncha kaskinlashayotganda, bu voqea nima tuyuqsiz o'rtaga chiqib qoldi deb savol qo'ydi Johnson apandi.